Qora dori 2026 tadbiri doirasida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent shahar boshqarmasi tomonidan hamkorlikka o'tkazilgan tezkor tadbir davomida kuchli ta'sir etuvchi dori vositalari va giyohvandlik moddalarining noqonuniy muomalasiga aloqador shaxslar fosh etildi. Hozir shu haqida. Tadbir davomida Husniddin ismli shaxs qo'lga olinib, uning yashash manzili xolislar bilan ko'zdan kechirilganda 232 dona Zardex kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari topilib rasmiylashtirilib olindi. Shuningdek, mazkur shaxsdan kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini sotib olish maqsadida kelgan Dildora, Sardor Otabek hamda Asatilla ismli shaxslar ham ushlandi. Ularning yoni ko'zdan kechirilganda Sardorning yonidan 2 gram sintetik giyohvandlik vositasi aniqlandi. Shundan so'ng tezkor tadbir davom ettirilib, Sherzod ismli shaxs sintetik narkotik vositalarini sotishga uringan vaqtida jinoyat ustida qo'lga olindi. Shuningdek, tezkor tadbir davomida Dildora ismli shaxs ham ushlanib, uning yashash manzili xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda 500 gram alfa PVP, 1 gram gashish giyohvandlik moddasi hamda 4 dona pregabalin kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari aniqlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirilib olindi. Tezkor tadbir davomida 502 gram alfa PVP, 1 gram gashish giyohvandlik moddalari hamda 236 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari daliliy ashyo sifatida olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 va 251 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchilarga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi tanlangan.